Xafa bo'lmanglar-yu, bizda umuman qo'llab-quvvatlash madaniyati yo'q. Lekin yahudiylarni kambag'alini ko'rganmisizlar? Kambag'ali yo'q, hammasi boy yashaydi. Yahudiylar joy ochib, biznes bilan shug'ullanadigan bo'lsa, yaqinlari, tanishlari hammasi kelib ishxonasida mashinasini oldiga to'ldirib qo'yar ekan. O'zi o'tirmasa ham mashinasi turar ekan. O'sha biznes rivojlansin, biza qo'llab-quvvatlaylik degan maqsad bo'lar ekan ularda. Pul tomonlama yoki boshqa nima poddershka kerak bo'ladigan bo'lsa, har tomonlama kelib yordamlashadi, hol-ahvol so'raydi. Birinchi marta boshladimi, kelib puldan yordam qilar ekan. O'xshamasa yana kelar ekanda, yaxshi bo'lib ketadi degandek, ruhan yana yordamlashar ekan. Uchinchi marta yordamlashadi, agar bo'lmasa sen bizdan emas ekansan, yahudi emas ekansan derkan. Lekin biz musulmonmizki, nimaga bir-birimizga halol ish bo'lsa yordam bermaymiz? Misol uchun aytaylik, men mashina sotyapman. Oldinlari ibratli yoki qanaqadir voqeali yoki qanaqadir urush janjal nimadir videolar qo'ysam, prosmotrlari baland bo'lardi. U foydasi bormi, yo'qmi, farqi yo'q, prosmotr bo'lardi. Lekin foydali odamligi, mana shu mashinalarni obzorini olib chiqib, shularga kerak bo'lishi mumkin degan niyatda halol savdo qilib mashina sotayotganimda prosmotrlar ancha past, shundan ham bilib olsam bo'ladi. Paytida million prosmotrlar urib, ancha odam, ancha tadbirkorlar, ancha blogerlarning orasida yurib, katta rezultatlar, katta prosmotrlar olganman. Lekin hozir halol ish qilyapman, ancha-muncha odam, даже 5% lar ham like bosmaysizlar. Mana shu mashinani o'zim olishim uchun 1 yil davomida kuniga bitta, hattoki haftasiga 2 ta mashina sotishim kerak bo'lyapti. Bunaqa narsa bizda yo'q. Nimaga qo'llab-quvvatlamaysizlar? Sabab men mashinniklik qilmayapman. Men yolg'on gapirib mashina sotmayapman yoki qanaqadir o'g'irlik qilmayapman. Halol mehnat qilyapmanki, sizlarga ulashyapman shu narsani. Qo'llab-quvvatlash yo'q. Sizlar mendan kelib olinglar deb men majburlab mashina sotmayapmanki. Nimaga qo'llab-quvvatlamaysizlar? Agarda siz yaxshi kontent qiladigan bo'lsangiz, siz mehnatingizni cho'tki qilib ko'rsatadigan bo'lsangiz, ishoning, men o'zim kiraman deb like bosib poddershka qilib ketaman. Sizlar ham poddershka qilinglar. Bir-birimizga poddershka qiladigan bo'lsak, ancha narsalar qo'limizdan keladi. Ancha narsalar qilib tasha olamiz. Nimaga shu narsani qilmaymiz? Qarindosh uruvchilikda oqibatlari qolmadi odamlarda. Nimaga qarindosh uruvchilik qilmaysizlar vaqti kelsa? Oshna og'aynichilik qilmaysizlar. Oshna og'ayni bir-birini kiydirib ketgan, aldab ketgan, itarib ketgan, qo'pol qilib aytaman. Oxirgi payt mana shunaqa videolar qo'yishga majbur bo'lyapman. Foydasi bo'lib qolar degan niyatda, yaxshi maqsadda. Men faqat yaxshilik tarafdoriman. U bu kimni yomonlash, u bu kimni kamchiligini olib chiqish niyatim yo'q. Faqat meni mana shu like bor, hozirgi kunda katta narsani hal qiladi. Halol ish qilyapman. Prosta poddershka qilib yuboringlar. Mana shu mashinadan olsam, xudo xolasa, xursand bo'lib sizlarga ulashaman. Mana shu mashinadan oldim. Rahmat Addushi. Hammanglarga da savobi bor. Alloh kim nima quvvatni ko'rib turibdi. Hammamiz yaxshiligimiz Allohning oldida ko'rinadi. Jigarli sog' bo'linglar.